Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Bugungi hikoyamiz tinglashdan oldin eshiklarni qulflab oling, chiroqlarni o'chiring, magnitol ovozlarni biroz pasaytiring, quloqchin, ya'ni naushniklarni taqib oling va biz boshladik. Gulnoraning ota-onasi yoshligida olamdan o'tib ketishgan. Ikkita akasi Rossiyada ishlaydi. Gulnora katta akasining xotini, ikkita jiyani bilan yashaydi. Uyning oldida qabriston bor. U har hafta qabriston eshiklari atrofini suv sepib, supurib, tozalab qo'yadi. Lekin ichkariga kirishga qo'rqardi. Bir kuni yangasi qizlik uyiga, mehmonxonaga bolalari bilan ketdi. Uni yo'ldan kuzatib qaytayotgan Gulnora qabriston yonidan o'tarkan, nimagadir shu safar qabristonga kirgisi keldi. Sekin eshikni ochib kirdi. Atrofda do'ppagan qabrlar, kimningdir qabriga gul qo'yilgan, kimningdir qabri o'tlar, xashaklar ostida qolib ketgan. Gulnora yon atrofga qarab sekin ortiga o'girilib chiqib ketmoqchi edi. Eshikni chap tarafda 4-5 ta qabrlardan keyingi qabrning ustida nimadir juda ham yaltirardi. Gulnora beixtiyor oyoqlari shu qabr yoniga bordi. Cho'kkalanib o'tirdi, qo'liga oldi. Qizlarni sochiga taqadigan to'g'nog'ich. Qizil rangli ko'zlari tovlanib turardi. Voy, buncha chiroyli kimniki ekan? Kimdir tashlab ketibdimi yoki sochidan tushib qolibdimi? Yo shu qabr ichidagi insonga tegishlimi? O'lgan odamga buni nima keragi bor endi? Bu meniki deb sochiga taqib chiqib ketdi. Soat kechki 7:15 yoz oylari hovliga suv sepmoqchi bo'lib turgan Gulnora qabristondagi tinmay ochilib yopilayotgan eshikka qarab qoldi. Tushunmadim. Axir shamol bo'lmayotgan bo'lsa, nimaga eshiklar ochilib yopilyapti? Xayoliga kelgan narsadan qo'rqib ketgan Gulnora qo'lidagi supurgini yerga tashladi-yu, bir qishloq narida yashaydigan ammasining uyiga chopdi. Yo'lda tezlashib yugurib ketayotgan Gulnoraning ortidan yana kimdir izma-iz yugurardi. Gulnora to'xtadi. Ortiga sekinlik bilan qaradi. Hech kim yo'q. O'pkasi to'lib nafas olardi. Joyida to'xtab, ozgina nafasini rostlab yo'lga tushdi. Ammasining uyiga yetib keldi. Uyda faqat ammasi bor edi. Assalomu alaykum amma, nima qilyapsiz? Nimaga uyda bitta o'zingizsiz? Qani qolganlar? Va alaykum salom qizim. Kel, tinchlikmi? Kech bo'lganda nima qilib yuribsan ko'chada? Ertaga kelishadi, hasharga ketishgan. O'zim amma qo'rqdim. Yanga uydagilar ketdi. Bitta o'zim qo'rqaman, shunga keldim. Bugun siznikida qolaman, xo'pmi? Xo'p qizim. Gulnora bilan ammasi xonaga joy to'shashdi. Uyquga ketishdi. Soat 1:25 da Gulnora hojatga chiqib keldi. Uyg'ondi. Ammasini uyg'otib yubormaslik uchun sekin joyidan qo'zg'alib fonarni oldi. Hovliga chiqdi. Bu yoqqa qarab hojatxona tomonga yurdi. Hojatxona hovlining sal pastrog'ida joylashgandi. Gulnora uyqu aralash yurib borardi. Hojatxonaga yaqin qolganda kimdir uni kuzatayotganini Gulnora ich-ichidan sezdi. Fonarni atrofga tutdi. Jimjitlik. Shu payt hojatxona eshigi yonida. Bo'ylari uzun, sochi yoyilgan, yuzi deyarli ko'rinmasdi. Gulnoraga qarab qo'llarini uzatib nimanidir so'rardi. Joyida qotib qolgan Gulnoraning qo'lidan fonari tushib ketdi. Orqaga 2-3 qadam yurib, "Voydod, ammajon" deb yugurdi. Shunaqangi tez yugurardi, uni nazarida hovlining eshigiga yeta olmasdi. Eshikni gursillatib ochib, ammasining oldiga kirdi. "Amma, uyg'oning", cho'chib uyg'onib ketgan ammasini "Nima bo'ldi, Gulnora? Voy, o'lmasam, o'takamni yording-ku qizim, nimaga baqirasan?" "Amma hovlida kimdir bor. Hojatxonaning oldida uzun ayol turibdi, sochlari yoyilgan, menga qarab qo'lini uzatdi. Hozir o'lib qolaman, ammajon. Qo'rqib ketyapman. Seni ko'zingga ko'ringan qizim, hozir qarab kelaman. Shu yerda o'tirib tur, qizim" deb ammasi Sharofat opa chiqib ketdi. Hovlini u yoq bu yog'iga qarab uyga qaytib kirgan Sharofat opa Gulnorani ko'rib qotib qoldi. Uyni bir chekkasiga cho'kkalab o'tirib olgan Gulnora ranglari oqarib ketgandi. "Ey Gulnora, xuddi arvohni ko'rganday ranging oqarib ketibdi-ku qizim. Qo'rqma, hozir senga suv olib kelaman" deb Sharofat opa hovliga chiqib suv olib keldi. "Ma qizim, ichib ol, ko'zingga ko'ringandir-da qizim." "Voy Gulnora, sochingdagi buncha chiroyli. Qayerdan oling Gulnora?" "Be'tibor dugonamdan" deb qo'ya qoldi. Tong otdi. Gulnora uyg'onib atrofga qaradi. Quyosh chiqib ketgandi. Ammasi hovlida mollarga qarab yem berardi. "Assalomu alaykum amma, yaxshi dam oldingizmi?" "Va alaykum qizim, yaxshi. O'zing tuzukmisan?" "Voy, lablaring atrofiga uchuqlar bosib ketibdi-ku qizim. Kecha qattiq qo'rqibsan-da bolam. Choyingni ichib ol." "Yo'q amma, men uyga boray. Hali zamon yangam kelib qoladilar. Uyga borishim kerak" deb ammasi bilan xayrlashib ketdi. Gulnora yo'lda ketardi. O'ziga o'zi savol berib, "Tavba, nimaga unaqa bo'ldi ekan-a?" Yo'l yuzida bog' bo'lib, uni o'rtasida kichkina ariq bor edi. Shu ariqdan keyin sal nariroqda Gulnoraning uyi.
Gulnora bog' ichida yurib ketardi. Ariqga yaqinlashib endi sakrab o'tmoqchi edi. Uni orqasidan zarb bilan kimdir itarib oldi. Suvga yarim tanasi bilan yiqilgan Gulnora voy deb joyida ortiga o'girildi. Oyoqlari yerga tegmay qop-qora sochi yuzlarini to'sib turgan ayol qo'llarini tutib turardi. "Ber, ber" deb Gulnora shosha-pisha o'rnidan turib qochmoqchi bo'lib, orqasiga qaramay tinmay yig'lab chopardi. Uyga yetar yetmas qo'qilib yiqildi, tizzalari shilinib qonab ketdi. Orqasiga qaragisi kelmasdi. Ichida Allohim, yangam kelgan bo'lsin desh qilib, men aqldan ozyapman shekilli deb yerdan sudralib turib, uyiga sekin yurib keldi. Hovlini ko'rib qotib qoldi. To qabr eshigidan hovligacha tuproqlar qurib ketgan, otlar hovlida xuddi yer kovlagandek chang tuproq, oynalar sinib ketgan, eshiklar ochiq turardi. Gulnora sekin qadam tashladi, hovliga yurib keldi, atrofga qaradi-yu, boshi aylanib devorga suyanib sekin yerga o'tirdi. Molxonaning eshigi oldida ko'zlari o'yilgan bitta-yu bitta Gulnoraning moli, iti o'lib yotardi. Gulnora holsizlanib molga ancha vaqt qarab qoldi-yu, o'rnidan zo'rg'a turib, ho'l kiyimlarini alishtirmoqchi bo'lib uyga kirdi. U baqirib yubordi. Oyoqlari o'ziga bo'ysunmasdi, yerga yiqildi. Uyni to'g'risida sochlari yoyib haligi ayol silab o'tirardi. Boshini Gulnora tomonga qarab burdi. Hali ham yuzlari qop-qora sochlari berkitib turardi. Qo'lini Gulnoraga ko'rsatib, "Ber, joyiga qo'y" deb o'rnidan sekin siljib Gulnoraning yoniga ohistalik bilan keldi. U yurmasdi, havoda qushdek uchgandek Gulnoraning yoniga keldi. Gulnora qimir etmasdi, ko'zlari yoshga to'lib mo'pillab qarab turardi. O'sha ayol Gulnorani yuzlarini silab sekinlik bilan sochidagi chiroyli qizil to'g'nog'ichga qaradi. Gulnora aslida gap nimada ekanligini, o'sha qabr ustidagi shu insonga tegishliligini tushundi. "Opajon, kechiring, iltimos, kechiring, mana beraman, kerakmas" deb sochidagi chiroyli qizil toshlari yonib turgan zakolkani qo'liga tutdi. "Bu menga tegishli, boshqa teginma" deb derazadan chiqib qabristonga kirib ketdi. U o'sha qabrda yotgan bezovta ayolning ruhi edi. O'sha kundan boshlab Gulnorani bu ruh bezovta qilmadi.